Salom aziz obunachilar, sizlar bilan bugun biz Play Marketga Google akkaunt ochishni o'rganamiz. Uning uchun birinchi bo'lib ilovanlardan Play Market topamiz. Mana u. Ko'rishimiz mumkin mana. Mana shu Play Market bo'ladi. Kiramiz. Endi bu narsalar ochilgan. Boshqa hisobni kiritish bosamiz. Kiritganimizda telefoningizda ekraningizda kod bo'lsa so'raydi, bo'lmasa so'ramaydi. Va mana bu yerda hisob yaratish degan joy turibdi mana. Shu yerga bosamiz va shaxsiy foydalanishim uchun degan joyda bosamiz. Ism farqi yo'q. Masalan, yil kattaroq bo'lishi kerak. Iloji boricha 18 yoshdan katta bo'lsa yaxshi kirgizadi. Jins xohlagan jins kirgizadi. Bu yerdan email tanlaymiz. Parol yaratamiz. Har xilcha parol. Hamma o'ziga mos parolni yaratsa, bu son, raqam va kichkina harfdan, katta harfdan va sondan iborat bo'lishi kerak. Bosamiz. Keyingisini bosamiz. Rozimanni bosamiz pastroqqa tushib. Obuna bo'lishni unutmang.